Benim sorum sorudan ibaret. Sizin tutunuz kaçan şeklinde, yakın saat neçede, hangi günü? Qaysi hukumda aytadi? Tamam olsun. Meni hukum so'rgan vaqtda cheklangan hurmatli advokat tangda bizni ustoz-ku. Tangda hammasi biznikiga olib ketdi, meni oldi, mendan keyin azamat qilgan qoldi. Сол vaqtdan boshlab hukum cheklandi. Qarizga apargandan keyingi Uydan olib ketgandan keyin aytgan, aqlsa u ketib tursa, сол vaqtdan boshlab seni qanday bo'ldi mashin qarigancha kuyuvadi, qarigancha uruvadi, boshimizga qattiq kiygizib tashladi. Mana сол vaqtdan boshlab cheklandi. Ikkinchi so'rovim, o'zingizga ma'lum jinoyat kodeksi 9 statsiyadan shaxsning huquqi cheklangan davrdan boshlab so'rov so'zdan iborat advokat bilan ta'minladingizmi? Bayada bir ulkan ustida yuristining jurnalisida bir yaxshi yurist qo'shanglar, "Товарищи, это незаконно. Товарищи, это по закону нельзя амално" deb aytayotgan bu. Сөйтіп bir professor yurist "Дорогой, это написано на твоей конспекте" degan ekan. U sizning aytayotgan bu zamonda chiqishlar yozib qachon huquq cheklanganini bosib advokatga ta'minlanmaydi. Advokatga ta'minlanmaydi yo'q, mana azamatda. Qarizga vertolyotda bordi, avtomat kalashnikada üstünde oturdu, demarını ustaqanday bo'ldi. Qarizga tushdi, odan keyin advokat yo'q, nega advokat? Onu birinchi ishimda aytdim. Demak, ta'minlanmagansiz, ha? Ta'minlanmadi. Ish hujjatlarına ko'ra, sizga Qashqadaryo viloyatidan advokat ta'minlangan. Ava So'rov so'zdan iborat jinoyat kodeksining 20 statsiyasi 2 bo'limidagi sizda birinchi o'zingiz tanlagan advokatni chaqiruv. Eğer advokatınız 24 saat içinde gelmese, onda tergov organ tarifinden advokat usnatılmanı ko'rsatilgan. Bana gerek olan so'rov, jinoyat kodeksining 2 bo'limi amalga oshirildi so'rov. Bu saytimiz negizde aslında birinchi men advokat tanlov huquqini beru kerak degan ish. Advokat men aytmayman, men Qoraqalpoqdan advokatni kelib so'radim. Birinchi so'raganim yaxshi yurib degan uydan inim bor. Ajara basira tushdim, men dramaqasida men ko'rasan deb kelganda sonday ko'rsatib qo'ydi, yaxshi qo'ying. Yaxshi kelsin dedim. Eğer ol kira olmayın olsa dedi. Yani bir iki advokat aytım hazır, yanında yok. Solar aytım, kelsin dedi. Kliyente advokat aytım da ilacı olsa, kliyent olsa dedi. Kim edi? Kim için bilmiyorum ben. Bırak, o sizin sorudan kiyinip sala yapmadırdan. Törtü günü, tergov basanda 4 günü saat 7'de basanda mı, 2'lerde basanda mı? Soğukta karizma advokat oturtken. Bu sizin advokatınız dedim ha. Bana advokat diye bir şey yok. Ya bulmayıp dedim. Onda bana özüm Qoraqalpoq'un şirketlerine ayetlerim dedim. Ya şakodu aldık verir istedi, aldık da. Bir dakika. Kararsız yapamayın. Yazı yapamayın. Ешкім сенбейді, осы уақытқа дейін дәулет мұрат Есенбұда бір жерге арыз жазған деген. Арыз шықпайды, еш жерге шықпайды. Мына түрмедегі күнде ерексіп, қарғысып, хаттарын жібере алмай отырды. Айтайын дегені, адвокаттың маған қарезінен, сіз айтып отырған жай 20 статья емейді, 20 статья 2-ші бәрінде талап болды кодексте. Маған қарезін тайын етті, өздерінің мемлекеттің адвокаты болды. Бірақ адвокатқа претензиям жоқ, рахмет десе, ақыл білмейді. Мемлекеттік болды. Demek o'zingizning qonunimiz bo'yicha ta'minlangan yo'q. Иә. Бірақ бұны айтып, advokat, buni javob qilganda qoldim. Men javob qilmayman bu tergovchi.